Ba'zi bir odamlarda anjallar kiydiradi degan gap yuradi. Bitta narsani bilib o'yla. Anjallar kiydirmaydi. Anjallar prosta vaziyatdan chiqib ketadi. Qanaqasiga? Anjanchasiga. Yana bitta gap. Anjalilarda achchig'i kelib bo'lsa, shunda bitta adirga chiqadi-da, kerak bo'lsa Dubayda sindiradigan manaqa shahar qurib qo'yadi. Qanaqasiga? Anjanchasiga. Ba'zi joylarda odamlar hatto uyiga to'yda gul ekmaydi. Lekin bizda yo'l o'rtasiga manaqa baxmal qo'radi guldan. Qanaqasiga? Anjanchasiga. Biz anjanli erkaklar bitta ishni ishlamaydi, siqilib oladi. Davlat ishida ham ishlaydi, fermerlik ham qiladi, biznesmenlik ham qiladi. Bular ham yetmaganda kech payt Damasda kira ham qilib qo'yadi. Shuncha narsa qanaqasiga? Anjanchasiga. Bunaqasi faqat bizda. Andijonda 3 chekkasi Xonobod, bu chekkasi Ulug'nor. Hokimimiz soat 1:00 da Xonobodda ishni hal qilib, 1:30 da Ulug'norda bo'lib qoladi. Qanaqasiga? Anjanchasiga. Любой zo'r san'atkor tagini bunday surishtirsangiz, anjanli bo'lib chiqadi. Anjanlilar bitta qo'shiq aytsa ham xitob ketadi, 1000 ta qo'shiq aytsa ham xitob ketadi. Rostdan ham qanaqasiga? Anjanchasiga. Alabe. Anjalliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga.